Assalomu alaykum hammaga. Har biringizni sahifamda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi mavzuyimiz pul oqimi to'rayish haqida. Nima sababdan pul oqimi to'rayadi? Bilamizki, bu mavzuga chuqurroq kirishdan oldin biz oldingi xotiralarimizga, tariximizga murojaat qilamiz. Har birimiz bilamiz, biz Odam ato va Momo Havvoni davomchilarimiz. Va o'sha davrdan so'ng insoniyat juda ham chuqur evolyutsiya jarayonlarini yashab o'tdi. Bu evolyutsiya jarayonlarida har bir insoniyat ham urush davrlarini ko'rdi, ochlik holatlarini o'zida his qildi. Turli inqilobli vaziyatlar har birini o'zimizda yodimizga olsak bo'ladi. Va bu xotiralar xuddi ularda bo'lgandek biz his qilamiz, lekin aslida bu xotiralar har biri bizni DNK xotiralarimizda mavjud. Va o'sha paytdagi ochlik holatlari hozirgi kundagi bizadagi ochlik holatlarini xuddi yopayotgandek. Chunki u dasturlar bizda bor, ongimizda bor. Va bu dasturlarni o'zgartirishimiz uchun esa biz o'sha dasturlarni o'zimizda qabul qilib, yangi onga, saxiylik ongiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Aytib o'tadigan narsam, yana bilasizki, o'sha davrlarda har bitta oilada kamida 10 ta farzand bo'lgan. Shu davrlarda ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz o'zlaridan kechgan holatda o'zlariga bermasdan farzandlariga bergan. Ovqatni topish eng asosiy vazifalardan bo'lgan. Qorni to'q, tinch bo'lish juda ham muhim vazifalardan biri bo'lgan. Bu hammasi o'z o'rnida bo'lgan, chunki ularni bizaga yashab o'tgan har bir yo'li hozirgi kundagi bizni qulay, tinchlik va erkinlik hayot yashashimiz uchun juda ham katta qadam tashlab berishgan. Ana endi pul oqimi to'rayishga o'tadigan bo'lsak, bu xotiralar bizda mavjud bor dedim. Demak, qizg'anchiqlik ongi bor, chunki o'sha paytda hozir aytib o'tganimdek, o'sha davrda insoniyat o'ziga bera olmagan, o'zidan kechib yaqinlariga, farzandlariga bera olgan. Va shu ong bizda aktiv bo'lgan holatda bizda saxiylik ongi, serobgarlik ongi aktivlashmaydi. Shuning uchun ham eng birinchi navbatda biz qizg'anchiqlik ongini tark etishimiz mumkin hisoblanadi. Qizg'anchiqlik ongini tark etishimiz uchun albatta biz uni birinchi navbatda yashab o'tishimiz kerak bo'ladi. Va yashab o'tish orqali uni tark etilinadi. Hamda qizg'anchiqlik ongini tark etishimiz uchun yana nima qilsak bo'ladi? Birinchi navbatda qizg'anchiqlik ongini biz o'zimizda tan olishimiz kerak bo'ladi. Chunki qizg'anchiq degan inson hech qanaqa yomon degan inson emas. Har bitta insonning yaxshi, yomon xarakteristikalari mavjud va bu degani insonni yomon degan pozitsiyalardan tashlaydi. Chunki inson majbur bo'ladi shu programmalarni, ya'ni dasturlarni yashab o'tishga. Xuddi yorug'lik hamda qorong'ulik bor degandek, bizni ham yorug', ya'ni yaxshi xislatlarimiz bor va qorong'ulikdek yomon xislatlarimiz bor. Va bu yomon xislatlarimiz bu bizni o'zgartirishga kelganini va u o'zgartirish orqali biz o'zimizdagi yorug'lik, ya'ni yaxshi xislatlarimizga o'tishimiz uchun turtki berishga kelgan omillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham eng avvalo birinchi navbatda o'zimizda o'sha qizg'anchiqlik ongini tan olishimiz kerak. Qizg'anchiqlik ongi nafaqatgina biz o'zimizga narsa olib berishimizda emas, u o'zimizga bo'lgan sevgida, o'zimizga bo'lgan hurmatda, so'zimizda ham aks etadi. O'ziga bera olgan inson tashqariga ham bera oladi. Bilamiz, ko'pchiligimiz hattoki so'zimiz orqali biz insonlarga yaxshi gapira olmaymiz, kayfiyat ulasha olmaymiz va bu narsa insonni o'zidan itarishi boshlaydi. Aynan qizg'anchiqlik ongini kuchaytirishi boshlaydi. Shuning uchun ham birinchi navbatda bu ongni biz o'zimizda tan olishimiz kerak va kuzatishni boshlashimiz kerak. Qaysi ongda, qaysi paytda men qizg'anman va o'zimizga ko'proq savol berishimiz kerak. Keyingisi esa qizg'anchiqlik ongini tark etishimizni yana bitta omillardan biri bu eng yuragimizni ochish hisoblanadi.
albatta, yurakni ochish bu eng muhim bo'lgan aspektlardan biri. Chunki yuragimizni ochganimizda biz butun olamga ochilamiz. Yuragimizni o'zimizga nisbatan ochganimizda butun olamga ochilamiz. Chunki o'zini sevgan inson tashqari insonni ham yaxshi ko'ra oladi. O'zini sevmagan inson hech qachon boshqa insonni, olamni yaxshi ko'ra olmaydi. Shuning uchun ham eng avvalo biz yuragimizni ochishimiz kerak bo'ladi. Va uchinchisi esa qizg'anchiqlik ongini tark etishga yordam beradigan narsa bu o'zimizga ruxsat berish. O'zimizni boy bo'lishga, o'zimizni yaxshi hayotda yashashga, qulay hayotda yashashga ruxsat berishimiz mumkin hisoblanadi. Chunki inson, aytib o'tganimdek, faqatgina xotiralar mavjudki qiyinchilik ongini ko'ra olgan va o'ylaydi faqat qiyin hayotda inson yashay oladi degan o'y-xayollarimiz mavjud va biz unda o'zimizga ruxsat bermaymiz qulay hayotda yashashga. Chunki hamma narsa bizni qo'limizda. Aynan ongimizdagi dasturlarni o'zgartirganimizda biz o'zimizga ruxsat berishni boshlaymiz. Aynan yaxshi hayotda menga yaxshi hayotda yashash mumkinligini o'zimizga his qildirganimizda bu bizdagi pul oqimi to'rayishi ham, boshqa aspektlaringiz ham o'zidan o'zi to'g'irlanib ketishni boshlaydi. Shuning uchun ham har biringizga aytib qolgan bo'lardim, hech qachon o'zingizni ayblamang. Aynan qizg'anchiqlik ongida ham o'zingizni sevishni o'rganing. Chunki qizg'anchiqlik ongi bor ekan, demak bir qadam oldinda saxiylik ongi mavjud va saxiylik ongiga o'tishingiz uchun faqatgina bir qadam tashlasangiz bo'ldi. Bugungi sizga berib o'tgan ma'lumotim agar sizga qalbingizdan ozgina bo'lsa ham joy olgan bo'lsa, like va kommentariyalaringizni kutib qolaman va har biringizga tashakkur bildiraman.